Assalomu alaykum, to'rdagi barliq roman anglag'uchi do'stlar. Biz faxrlik yozuvchimiz Xolida Isroil yozgan Oltin Kesh romanini o'qishni davomlashtiryapmiz. Oldingi qismda Hadiyaning uyiga nevrisining va o'g'lining kelganligi, ular bilan bo'lgan suhbatlarni o'qib o'tgan edik. Endi davomini o'qiymiz. Bugunmu kechgacha ikki nevramni xiyolimdan chiqara olmadim. Ularni ko'rmagili xeyli vaqt bo'lib qolgan edi. Kelinim kelgan vaqtlarida bolalarni onasining uyida qo'yib keladi. Bo'libmi kichigini bir necha yilning oldida ko'rgancha edik. Bularni o'ylab bir xil ayibkorlik tuyg'usi ko'nglimni yerim qilib qo'ydi. Mas'udqa. Nevralarimizga hech nima qilib berolmadik. Ularmi shundoq? Bizni tunimay cho'ng bo'larmi? dedim. Qandoq qilatdik, Hadiya? Ayni chog'da o'g'limizning dastlabki ayoliga ich og'ritdik. Buni xato yo'ldan to'smoqchi bo'ldik. Lekin oqibatda o'g'limizdan ayrilib qolg'il tas qoldik. Yilimi ishlarning mushinjiq yerga kelganiga xushal bo'layli. Mushu bolawaqa deganga odam chidamay qoladi ekan. Lekin yanala ularning turmushiga aralashmagan yaxshi ekan. G'aribliklar mushu jihatda nihoyatda dono ishkan, dedi. Bu gaplar to'g'ri edi. Lekin bu gaplar ko'nglimdagi g'ashlikni, ko'ngilsizlik aslimalarni yo'qotolmaydi. O'g'lim xizmetidan ayrilgandan keyin o'tdek bir qizg'inlik bilan tijoratga kirishdi. Ammo 4-5 yiliga barmayla biz jug'lab bergan dasmoyini pokiz yo'qotganning ustiga 100 ming yuandan ortiq qarzga bo'g'ilib, umidsizlik va tushkunlikka giribdor bo'ldi. Menmu, Mas'udmu tijorat haqida yo'l ko'rsatgudek iqtidorga ega emas edik. Faqat dunyoda har qanday ishning, bo'libmi tijorat ishining yo'li tuz bo'lmaydiganligi, qizg'inligiga tayinib u ishni boshqa ilib chiqqili bo'lmaydiganligini bilatdik. Bizning nasihat, tasallilarimiz kor qilmadi. Demisimu ayni yillarda unchalik ziyon bizdek oddiy odamlarni cho'chitishga yetib oshadi. Anvar bir mezgil tijoratning, pulning gepi bo'lgan yerdan qochadigan holga tushib qoldi. Biz bilan paranglashishni xohlamaydi. Küllep sirtda yuradi. Uyga kelsimu g'arqmas keladi. Shu yillarda u ayoldan ajrashmoqchi bo'ldi, ammo ajrasholmadi. Keyin uyga kelmasli bo'ldi. Biz uning o'zini tushundigan, tijorat ishiga yordam qila oladigan, bir to'y qilib ajrashgan, bir cho'kan bilan tepishib olganligini angladik. Bu ishdan xabardor bo'lgan qudilar qizni ajrashtirib elib ketdi. Bu jarayonda chiroyimizga qarabmi qo'ymadi. Shundan keyin Mas'ud Anvarning ismini tilga olmas bo'ldi. Boshqalarimizning uning gapini qilishimizga yo'l qo'ymadi. Men cho'ng o'g'lim bilan qizimdan Anvarning doim haroq ichadiganligi, qarz eglaridan qochib u yerdan bu yerga ko'chib yuradiganligini anglab turatdim. Mas'udqa uqtirmay ulardan pul avitatdim. Shundaq kunlarning birida hozirgi ayol qudam meni izlab kelib, "Anvar sizning o'gay bolangizmi? O'gay ana bo'lsingizmi, mushunchalik tosh yurak bo'lamsiz? Bolangiz o'zini tashlab kerakdan chiqib ketayli deb qoldi. Bechora qizim har kuni uni taraf-tarafdan izlab dardini tortib yuriydi. Mening qizimg'u unchavala bo'lib ketgani yo'q. Anvardek xizmat yo'q, odamga tegmisimu, orqasida yurgan yigitlar to'la. Lekin siz ona bo'lgandan keyin o'g'lingizni qaytirib keling. Sizga bola lozim bo'lmasa, menga lozim. Men bu yerga boshqa maqsadda emas, e'tiborli qizimdan ansirganligim uchun keldim," degan edi. Bu so'zdan anglab mengamdan tutun chiqib ketgan. Shu kunila Mas'ud bilan maslahatlashib Anvarga to'y ishiga qarshi turmaydiganligimizni yetkazgan. To'ydan keyin xeyli vaqtlargacha er-xotin ikkisimi, qudilarmi uyimizga dasmiga edi. Men o'g'limning tunji ayolini tashlayotganini xato, ham gunoh uningda deb qaraydim. Uning tunji ayoli Mas'udning yaqin do'stining qizi bo'lib, G'uljuning an'anaviy qoida-yusuni bo'yicha tarbiyalangan, nihoyat ishchan, pokiz, yuzi tuvan bir qiz edi. Bu bizga suv qo'shilgandek o'zlashib ketgan edi.
men ta yaqingacha uning armonini yeytdim. Ammo hozir bu qarshimdan tavrinib qoldim. Balkim Anvarga loyiq ayol mushudir. Balkim uning Anvar uchun nihoyat qimmatli bo'lgan taraflari bordir. Balkim biz uningga bak rahimsizlik qilgandimiz. Xeylilar kechda Germaniyada turayotgan cho'ng o'g'limdan telefon keldi. Har qatim o'g'limning dunyoning yiroq bir tarafidan kelayotgan ovozini anglasam, yig'a tutadi. Balam, qaytib kelgin. O'zingni biznimi qiynama. Dadang ikkimiz qirib qoldik, degib keladi. Ammo og'zimdan chiqarolmayman. Oldingi qatim u ayoli bilan bolalarini ilib Germaniyaga chiqib ketmoqchi bo'layotganligini, shuning yo'lini mengayotganligini aytgandimi, hech narsa deyolmagan. Faqatla ko'z yoshlarini chandurmay surtib, gaplarini jimjit anglab turar edim. O'g'lim dadisi bilan xeyli uzoq paranglashdi. Mening kasallik o'zgarishlarimni tafsiliy so'ragandek, dadisining kasali haqidami nurg'un gap so'radi va ikkimizga yana dori avatmoqchi bo'ldi. Germaniyaning dorilari haqiqatan unumlik. Uning ustiga tibbiy sohada o'qiyotgan o'g'lim bizga qanday dorilar zarur ekanligini obdan biladi. Biroq Germaniyaning tibbiy ilmi va dorilari o'limga davo bo'lolmagandek, ota-onaning judolik hasratini yo'qotishga amalsiz. Shundaqdimi men bu o'g'limni bolalarimning ichida eng suyumliki ham kasbda natija qozong'ini deb o'ylayman. Uningdan yoshirincha faxrlanaman. Qizim bilan kichik o'g'lim yo'q vaqtlarda yoki tunish bilishlarimiz bilan jam bo'lgan so'rinlarda ixtiyorsiz uni maqtab ketaman. Ammo Mas'ud bu qarshima qo'shilmaydi. U har kimning hayot yo'li har xil bo'lishi mumkin. Buningda shaxsiy tirishchanlikdan boshqa fursat, talay, tasodiflik omillarimi muhim rol o'ynaydi. Bir odam uchun mayli o'ngishli muhiti bo'lsin yoki o'ngsiz muhiti bo'lsin, o'z mas'uliyatini tunish va uni ado qilish hammadan muhim deb qaraydi. Bu gaplarim asossiz emas. Cho'ng o'g'lim davlat bir tutash xizmatga taqsim qilgan yillarda o'rganish natijasiga asosan o'z maktabida o'qituvchi bo'lib qolalagan. Hozir yaxshi o'qish orqali o'z maktabida o'qituvchi bo'lib qilish mumkin emas. Kichik o'g'limmi garchi nihoyat yaxshi o'qigan bo'lsa-mu, ma'murlik xizmatini tashlab, jafoliq va agri to'qay bir yo'lni tanladi. U qayta xizmatga o'rlashgan bo'lsa, balkim ishlar boshqacha bo'lgan bo'lardi-mikin? Bu yerda Mas'udning johilligimi muhim rol o'ynadi. Men garchi uni tushunib tursam-mu, ba'zida o'g'lining jafo tortayotganini ko'rib turib, pisand qilmaganligi uchun uningdan og'rinibmi qolaman. Odam degan zarur bo'lganda boshqalarga ziyon solmagan asosda sharoitga moslashishi kerak-ku deb o'ylayman. Barliq axloq qarashining mohiyati o'zgarib, faqat manfaat uchun suiiste'mol qilinadigan narsaga aylanib qolgan bugungi sharoitda sening oliyjanobliging, balangning issiz va nomrodligi, masxara va so'g'aq kulkidan boshqa yana nimaga erishilishi mumkin? Lekin bu qarashlarni yana o'zim inkor qilaman. Bir umr samimilik, halollikni tashabbus qilgan o'quvchilarim bolalarimga shundoq talab qo'yibla qolmay, o'zimmi shundoq talab bo'yicha yashab kelgan mendek bir o'qituvchi uchun yashangan chog'larida o'z e'tiqodi, qimmat qarashlaridan voz kechishi uncha oson emas ish. Agar voz ketsam, ashu o'zgarishchan, jafoliq yillarda odamlikim, g'ururim payxon qilinib, turmushning eng tuvan qatlamida tirkishib yurgan chog'larimda, o'smirlik, yoshlik vaqtlarimda g'oya, orzu, umidimning ko'pikka aylanganini ko'rgan gangirgan paytlarimda rahimsiz hayotning sonsizg'an do'qmush do'qlarida voz kechgan bo'latdim. Ammo men voz kechmadim. Qalbimdagi ashu bir parcha yeshillikni parvish qilib saqlab keldim. Harg'an, taljiqqan, umidsizlangan vaqtlarimda ashu yeshillikda qalbimni sagitdim. Yo'qitib qo'ygan o'zimga qaytdim. Sirtda asta-asta qorong'u tushyotdi. Yiroqdagi 20 qavatlik xalqaroliq qavoqxonaning rangdor viviskilari yenib uchib lapildashga boshladi.
yo'l chiroqlarining sho'lisi hujramni g'uva nurga to'ldirdi. Bu aram bəxiş g'uvaliq bilindirmay kirib kelayotgan yoz kechisi. Deriza pərdəsinin burchigidan ko'rinib turgan, qachonlardir paydo bo'lgan bir tal yulduz meni kunduzgi ta'sirotlardan, g'am, andisha, taljiqishlardan ayirib, uyquning mamuq tushigiga bo'laydi. Eg'irlashgan kirpiklarim yumilishqa boshlaydi. Tuyuqsiz deriza tarafdan kelgan bir tipirlash uyqumni qochirdi. O'rnimdan turib sirtqa chiqib ketolmay, avara bo'layotgan bir kepinakni sirtqa chiqarib qo'yaman. Sap, salqin havo nima degan huzurliq. İxtiyorsiz deriza oldida bir pas turib, yostiqimga qayta o'zimni tashlagan cheg'imda uyquning sehrli papalashlari g'oyib bo'ladi. Xeyligacha ko'zimni yumib yetib boqaman. U yoqdan bu yoqqa o'rilaman. Oxiri o'rimdan qopib o'ltiraman. Ko'zlarim uduldagi deriza takchisida g'uva chiroqlar yo'riqida ko'zga tashlanib turgan kumush rangli ramka ustida ixtiyorsiz to'xtab qoldi. Bu Mas'udning so'g'isi. Suratdagi oldi tarafga qarshib turgan ikki yigit bilan bir qiz shunchalik yosh, shunchalik g'uborsiz ediki, uni g'uva qorong'ulik ichidami his qilg'il bo'ladi. U chaqlarda ramkadagi u qiz doim drama artisti bo'lib tush ko'radi. Onun yo'l uşaq, inchika siziqliq bir istakani bor edi. U shu istakaniga qip-qizil damlangan choyni liqqa qo'yib olib, uningga qarab xiyol suratdi. Istakan uning nazarida bir xiyoliy sahnaga aylanadi. Yo'l qizil rang sahnaning qip-qizil do'xova pardasiga o'xshaydi. Parda ichiladi. Kichik yumaloq sahna nurg'ulg'an barmoqchilik artist bilan to'ladi. Dramalar o'rindilib, her qatim pərdə yıpılğanda guldiras alqışlar, çoğan sürəllər yangraydı. U istakan qarab oturub güzel təsəvvürlər qoyunda üzətdi. Məktəbnin ən görünərlik yerində qızıl binanın tamlarına Altınkeş dramasining cho'ngaytirilgan suratlari bor edi. Tavar ko'nglak, ta'tillar jilidga kiygan, oq ro'molni chekilib chekkan, o'gay ana hakkavurlik bilan mamuq yostiqqa yonboshlab yotgan, kiyim-kechakleri ko'na, yirtiq, yuzda tayoq izlari ko'rinib turgan yetim qiz yukinib o'ltirib, uning putini tutayotgan ko'rinishdagi surat boshqa suratlardan cho'ng bo'lg'achqa, yiroqdilla ko'zga tashlanadi. Qalandar sapoyi chilib naqsha etayotgan suratdagi Karamning hayyorlik va aql-farosat chiqib turgan qiyofatimi nihoyatda jalb qilarlik edi. Tuvan yillikning bolalari ularga havas bilan qarshib ketadi. Ular o'z ichida "Bolalar, biz o'qish bitkizib taraf-tarafga ketgandan keyinmi, bizning keyingilar falon sinfning bolalari ajoyib talantli edi. Ular o'gay ana dramasini qaltis o'ynagan" deb bizni aslashidi. Har qatim maktabning muvaffaqiyatlari ko'rgazma qilinganda bizning tuhfimiz, suratlarimiz eng ko'rinarli joydan o'rin oladi deydi. Ular saboqdosh ustozlarimizning qalbida shunday go'zal ta'sir qoldira olganidan faxrlanadi. O'qish bitkizib, kunlar yaqinlashgancha yana qandaqdir g'oyibona umidlar bilan ilhomlanib, texmo go'zal, sirliq ishlarning yuz berishini kutadi. Biroq shu umidvorligi va sabiyligi bilan keyin yuz bergan jiddiy o'zgarishlarga moslashib bo'lolmay turibla, ko'zlari aloq-jaloq bo'lgan, gangiragan holda shundoq bir qaynamga kirib ketdiki, 1958 yilning mart oylarida Urumchi yanala qatma-qat qor muz ilkida edi. Oldingi yili kuz boshlangan, ichilib sayrash, istil tuzitish harakati, cho'ng munozara, kurash qilish, sotsializm yo'li bilan kapitalizm yo'li o'rtasidagi kurashning oxirgi qalbisini qo'lga keltirish bosqichiga qadam qo'yib, xuddi ushtumtut ko'tarilgan o't yalqinidek hamma yerni qopladi. Bu o'tni ulg'aytishga bo'ladiki, uchirishga bo'lmaydi. U tilini har tarafga so'zib, quchirg'ani yalmab yutadi. Uningdan qochib qutulishmi mumkin emas edi. Necha oydan beri ichilib sayrashga aktiv ovoz qo'shib, ko'ngillardagi gaplarni qilib, fikr bergan o'qituvchilarimiz va rahbarlarimiz uning dastlabki qurbonliqlari bo'ldi. U o'quvchilarni ayab qolmadi. Keremning oldingi yili jurnalda e'lon qilinib, jamiyatda zo'r ta'sir qo'zg'agan O'gay ana nomli dastoni
Abdunum rayonidagi nüfuzluq matbuotlarda nuqtaliq tanqid qilindi. Shuning bilan bir vaqtda Qizil bino bilan Adabiyot fakulteti binosining ilgirki bizning suratlarimiz chaplangan yeriga Oltunkash nima demakchi mavzuliq cho'ng xatliq gazet chaplandi. Uningda bu dramaning avtori Kerem, sinf mudirimiz va dramada rol olgan 15 o'quvchi bir yipqa chigilib Kerem boshlig'idagi aksi inqilobiy guruh fosh qilingan edi. Shu oy, shu kunlarda xuddi qara bosqandek bo'lib yurdik. Ilgari bizga o'lgudek havas qilishganlar amdi bizga qarab dimig'ida sovuq kulishadigan bo'lgan edi. Maktab, fakultet bo'yicha ichilgan cho'ng kichik kurash, tanqid yig'inlarida hammamiz xuddi bir qilibdan chiqqandek siyosiy iboralar bilan o'zimizni tekshiratdik. Rahbarlik va ammo qandoq chora ko'rsa rozi bo'lamiz, rahbarlikning va ko'pchilikning tarbiyasini samimiy qabul qilamiz degandek va'dalar bilan tova qilganligimizni, samimiyatimizni ifodalamoqchi bo'latdik. Ammo anglab o'tirganlar rozi bo'lmaydi. Aksi inqilobiy tashkilotimizning maqsadi bizga qandoq vazifalarni topshirganligini, uni qandoq o'rindaganligimizning jinoiy faktlarini fosh qilishimizni talab qiladi. Ammo bu yerda tashkilot nima ish qilsin? Bu dramani o'ynab chiqishni fakultet o'rinlashtirgan, maktab tasdiqlagan, Abdum rayon boshliqlari o'zlari kelib maqtashgan ham mukofotlagan-ku, deyanmakdi. Deyishga haqqimiz yo'q edi. Beshimizni sangiltib, qo'rqinch, andish ichida qarab turishatdik. Ayni chog'da shon sharafga ega bo'lishga aldirab ketganlar amdi biz uchun ikki og'iz lilla gap qilib qo'yishga petin olmaydi. Ba'zilari o'zini ko'rsatmas bo'lib ketishga edi. Shu kunlarda tuyuqsiz yuqoridan maxsus tekshirish guruhi kelib, Abdum rayon rahbarlariga yozilgan bir parcha aksi inqilobiy xatning pochurkisini tekshirib aniqladi. Haqqoniyat vulqonlari imzosidagi bu xatni yozuvchining Kerem ekanligini anglaganda hammamiz qattiq cho'chidik. Kerem shu kunila nazoratga ilindi. Shundan keyin kurashning nuqtasi haqqoniyat vulqonlari aksi inqilobiy tashkilotini fosh qilish, kurash qilishga yo'tkilib, biz bir chetda qoldik. Kishilar bizni unutib qolgandek, bizni ancha tilga olmaydigan bo'ldi. Bizga bo'lgan cheklash, yomon ko'zda qarashlarmi yo'qoldi. Qaraganda yuqorqidagilar o'tning oxiri o'zlariga tutishib qilishidan ehtiyot qilayotgandek edi. Maktab bo'yicha o'tkazilgan bir qitimliq cho'ng yig'inda aktivlarning fosh qilishi va Keremning 3 do'sti, maktabimizga yoshgina bir tarix o'qituvchisi va uning bizning fakultetda o'qiydigan Serin ismli singlisi tashkilotning asosiy a'zolari deb tartib chiqarildi. Keremning do'stlari bilan tarix muallimimi shu yerdala tutilib nazoratga ilindi. Shu kuni kechda yuqori yillikdagi 2 aktiv o'quvchi muallimning singlisini oldiga selib qizlar yotiqiga akilib qo'yganda, uning odam qo'qqidek tatirib ketgan chiroyini ko'rib, ich-ichimdan yig'a tutib ketgan edi. Serin o'tilimizdagi yotoqda yotadi. Muloyim, yiqimliq bu qizni hammamiz shunchalik yaxshi ko'ratdik. Serin ishdan kirib korridorda yerga qarab o'tirgan peti medir qilmadi. Biz yotig'imizga qaytib chiqib uxlab qoldik. Kechda navbatchi bo'lib uningga qarab o'tirgan qizmi mugdab qolgan ekan. Yerim kechida yomg'irning chaqirgan ovozidan uyg'onib qarasa, Serin yotoqda ko'rinmabdi. Shuning bilan patparaqchilik boshlanib ketdi. Biz hammamiz yomg'irga qaramay, taraf-tarafdan uni izladik. Kechicha uning ismini to'g'rilaverib, ovozimiz putib, butun a'zoyimiz chiliq-chiliq yo'l bo'lib ketdi. Ammo uni hech yerdan topolmadik. Tong saharda maktabning orqa tarafidagi suv omboriga borganlar uning suv yuzida laylab turgan jasadini ko'ribdi. Ammo biz uning bilan vidolasholmadik. Oxiratdagi ishlarning qandoq bo'lganligini bilolmadik. Bizning uning gapini qilishimiz, savol so'rashimiz, hatto ich og'irtib yig'lashimizmi cheklangan edi. Bir necha oydan keyin Kerem va uning tashkilot a'zolari turmaga elib ketildi. Ular qo'llari bog'langan holda yuk mashinasiga ittirib chiqarilayotgan chog'ida biz gunohsiz, biz tashkilot qurmadik. Bu ishlar nohaq bo'ldi. Tekshirib aniqlab berishni talab qilamiz, deb vaqirishdi. Biz ularga sukut ichida qarab turdik. Midir-sidir qilgudek
ağzımızını açqudek halimiz yo'q edi. Yüreklerimiz ağzımızga qaplashib, hasirab, ara nefes alattık. Bu ko'rinish, bu hissiyat, bu qo'rqinish mangu o'chmas bo'lib, ichimizga o'rnashib ketgan edi. Hareketning oxirida biz 14'imiz masalani tunish ifodasi va tuzatishi yaxshi bo'lganlikdan deb qaralib, xalq ichidagi ziddiyat qatorida tanqid, tarbiya bilan bartaraf qilinadigan bo'ldik. Ammo Oltinkesh dramasida rolga ilishqa qatnashganligimiz bizning siyosiy hayotimizdagi yuyub oqartqusiz dog' yoki tinimizdagi saqaymas yara bo'lib qoldi. Har qatimli harakatda u ko'chilinib, qor zardoblari ichilatdi. Bir mezgil o'tib yara eg'izi amdila putay deganda yana uni tatilaydiganlar chiqatdi. U xuddi bir afsun chambaragidek bizni banit qilib olgan edi. Toki 1970-yillarning oxirigacha biz bu la'nati chambarakdan qutulolmay kelgan edik. Biz maktabni ana shundoq ko'ngilsiz, noxush, dog'-dug'isiz bir holatda bitkizdik. Ko'z oldimizni to'sib turgan xom xiyol ko'pikchilari bir-birlab yerilib, bizga yuzlangani rahimsiz reallik bo'ldi. Bir hisobda shundoq bo'lganimi yaxshi bo'ldi. Faqatla Keremga va boshqa savodoshlarimga qiyolmaydik. Ularning ismini erkin eg'izga ololmasaqmi, ularning simosi yuraklarimizni eg'ir besib turadi. Ularga hech narsa qilib berolmaydiganligimizni bilsakmi, tushuniksiz bir gunohkorlik tuyg'usidan qutulolmaydik. Ba'zida Osim ikkimiz odam yo'q joylarda o'tirib, bir pas Kerimning gapini qilishib olatdik. Uningga bek uvol bo'ldi. U texi amdila 17 yosh kirgan bir bola edi-ku. Uning kam tepilgan she'riy talanti turmada nobud bo'lib ketamdi amdi deyishib, qandaqdir tashkilotni cho'ridab yuz bergan g'alita ishlarni eslashib, gangirashlarimizga, ishimizda qaynab turgan sonsiz savollarimizga javob topolmay, bir-birimizga qarab o'ltirib ketardik. Texi yaqindala aramizda yuz bergan bir bolaning qandaq bo'lib tuyuqsiz Abdunum rayon bo'yicha dağlıq o'ngchiga, aksiyatchiga aylanib qilishi hech aqlimizga sig'maydi. Uning qalbi bolalarnikidek g'uborsiz edi. Ko'nglida nima bo'lsa oshkorlab etadi. Jahonning ishlari, cho'ng kichik nohaqchiliklar ustida ko'p bosh qotiradi. U qaysi tarafdan qarasimi haqiqiy bir shoir edi. Menga shoir bilan podshoh o'tirsa qandaqdir o'xshashlik bordek tuyuladi. Podshoh qilichiga tayinib dunyoni o'zgartaman deydi. Shoir ma'sum qalbi va o'tkir qalamiga tayinib dunyoga ta'sir ko'rsatmoqchi bo'ladi. Qalamni qo'liga olganda ruhiyat zaminidagi podshohga aylanadi. Olmosdek yaltirab turgan qalbi, shirin xiyollari hamon kutmagan yerdan chiqadiganligi bilan ruhiy dunyosi xiralashgan kishilarga bolalikdek pok bir dunyoni taqdim qiladi. Mana bu Kerem edi. Uning putiga eg'ir ishkal silindi. Qanotlari bo'g'ishlandi. U yerda buruqturumliqdan nobud bo'lishi mumkin. Texmi mukammallashib, qaysarlashib ketishi mumkin. Bu Keremning qismati bo'lsa kerak. Kechki tomoqdan keyin oshxonada edim. Belim va putlarim siyqirab og'rishiga, barmoqlarimning bilinmas titrishiga qaramay, intayin inchiklik bilan china qacha taxslarni yuyib, oppoq lunga bilan surtib atatdim. Telefon jiringladi. Qo'limdagi narsani qo'yib, qo'limni surtib etib, oshxonadan telefon qo'yilgan yerga borguncha, toqatsizlik bilan uzundan uzunga jiringlagan telefondan Osimning ovozini anglab, xushal bo'lib ketdim. Uning salomiga aldirab javob qaytirib, "Voy, bormisan? Ajab yo'q bo'lib ketding-a. Uyingga telefon qilsam, dütli qiladi. Oladigan odam yo'q. Qandaq? Salomatchilikdu", dedim. "Xudoga shukr, salomatchilik. Balkim biz sirtlarga chiqib ketganda telefon qilgan o'xshaysan. Qara hadiya, undaq bir ish edi. Yana bir qizimizning to'yini qilmoqchi edik. To'y mushu yakshanba kuni. Oq bo'z ot restoranda bo'ladi. Mas'ud ishkinglar kelib qatnashib berarsizlar.
u kuni boshqa o'rinlashtirishinglar yo'qdi. Şumu gapmi? Sening ishing mening ishim tursa, muborak bo'lsin. Ishlar bo'lsa degin, o'zim qarishib berolmasammi, bolalarim berib qarishib berdi. Boshqa ishlarmi? Yo'q, dedi Osim. Bolalar ko'p bo'lgandikin o'zlarilar yetishib ketadi ekan. Sizlar ishkinglar kelib to'rda o'ltirib bersanglarla bo'lg'ini. Xayr, shu kuni ko'rishaylamisa. Osimning yana bir qizimning to'yini qilmoqchi edik degan chog'dagi samimiy talabbuzi ko'nglimda iliq bir tuyg'u qoldirdi. Oshxonaga qaytib ishimni davomlashtirg'ach, buningdan 7-8 yillar ilgari Osimning telefonda sal ko'rinib turib, "Mundaq bir ishdi hadiya, rostini aytsam, sanga deyishdan xijil bo'lyapman. Bu qitim yurtqa qaytganda urug' tuqqan, yaqin yo'riqlarning ching turivilishi bilan o'ylangan edim. Qaytib kelsak, bu yerdagi yaqin yo'riqlar choy qilib bermamsizlar degili turdi. Oxiri bu yerdimi bir choy o'tkazib bermoqchi bo'lyapmiz. Maqsad yaqin yo'riq savoddoshlarga ayolimni tunishtirish, o'zaro tunishish. Shunga mas'ul ishkinglarni alohida taklif qilamiz" deganlarini esladim. Men, "Voy, muborak bo'lsin. Bu ish bek yaxshi bo'pti. Yilimi burunroq mushundaq qilishing kerak edi. Biz qarashqidek ishlar bo'lsa degin" desam, u "Bizning to'yimiz yoshlarningidek murakkab bo'lmagandikin, ortiq ishmi bo'lmaydikan degina" deb kulgan edi. Shu chog'da men uning uchun xushal bo'lgan edim. Osim kuyimchan, astoydil bir yigit. Shuningga yarasha u yaxshi bir qizga o'ylanib, bo'ron chapqinliq yillarni oila mehr muhabbati ichida o'tkazdi. Jafoliq yillar uzab, tinch, yaxshi kunlarga ulashganda, bolalari qatoriga qo'shilishga boshlaganda, u vafodor ayoldan ayrilib qoldi. Ammo u yuturib qo'ygan baxtini cho'qim yana tepib oladi deb o'ylagan edim. Farizim xato chiqmadi. Osim qayta uylangandan keyinmi baxtli, tinch yashadi. O'zining eng kichik o'g'lini o'ylab bo'lib, keyingi ayoli Halimaning bolalarini o'yladi. Men har qatim uning xotirjam chiroyiga qarasam, bir odamning baxtlik yoki baxtsizligi uning chiroyidan chiqib turadi degan so'zni eslayman. Shanba kuni biz to'yga balduroq bordik. Osim Mas'udni o'zining yonida turib berishga o'rinlashtirdi. Halimaning yonida turgan ayollar ko'p bo'lganlikdan men o'zimni tortib, baldur kelgan bir necha cho'ng yoshli ayolning qatoriga berib o'tirdim. Ayollar Halimaning ko'ngliki, choch fasoni, oyig'i ustida parang'a tushgan edi. Bir-biridan esil kiyingan ayollarning o'ttirsida turgan Halimaning kiyinishini bek alohida deb ketgili bo'lmaydi. Ammo yasnishdagi qandaqdir bir o'zgacha taraflari bilan u yanala ko'zga tashlanib turadi. Uning vujudida bir xil go'zallik bor edi. U ko'zni chaqnatadigan go'zallik emas, balki yoshlikning kech ko'zdagi guldek sudishqa boshlagan, ammo texi sulub bo'lolmagan mungluq go'zalligidan, hayotning ochiq chuchukini tetigan farosatlik bir ayolning yurish turishidagi latofat va qoida yusundan, yasnishdagi o'zgacha ditidan shakllangan. Faqat tajribali ko'zlarlar ko'rib yetilaydigan pishqon go'zallik edi. Farizimcha uni yenimdagilarimi yoqtirgan edi. Osim isilligi bilinib turadigan, intayin yorishimliq, qiniq rangli kostyum burulka kiyib olgan edi. Ayoli bilan ikkisida kiyinishdan boshqa yana qandaqdir bir ichki o'xshashlik bordek bilinadi. Qisqasi ular xili-xiliga kelgan juftlardan edi. Mehmonlar birdan, ikkidan bara-bara turkumlab kelishga boshladi. Kamol bilan Nuriya, G'ofurjon bilan Sharifa, Jorqin bilan uning qizil mang'izlik ayoli va yana Urumchidagi boshqa savodoshlari keldi. Kamolning kelishgan qaddi qomati burunqidekla alohida ko'zga tashlanadi. Badaniga chipta kelgan kostyum burulkisi, qora bo'yab orqasiga tarab olgan do'lqinsimon chochlari, orqasidan qaraganda uni yanada yigitlardek ko'rsatdi. Ammo shalonglashgan choch, o'ltirishgan ko'z, sulushgan mang'izlarda ilgirgidek nur chaqnamaydi. Mag'duri qochgan put qo'llardagi
zaiflikni har qancha esli kiyimlarningmi jafolashi mumkin emas edi. Aksicha, uzun, sus kulrang kiyim kiyib, vol-vul qilib turadigan marjon bisilgan sharpa artgan Nuriya sal mukchaygan bo'lsa-mu, texi qo'riq tushmagan chiroydagi so'z g'amkinlikni hisobga olmaganda yanada teman ko'rinadi. Ularning növer, zilva chog'larini ko'rgan kishi bugun ularning taqi turqi, chiroyidan bu jahonning go'zallik va xom xiyol bilan sig'isholmaydigan ochiq va rahimsiz taraflarini ko'rgandek bo'ladi. Ular yadila hammaning diqqatini tortqudek kelishgan, salobatli ko'rinsimu har bir beqishi va tabassumidan, sukut va yoshurun iztiroblaridan, ig'irlashgan qadamlaridan yillar bo'ronlari qoldirgan izlar ro'shan bilinib turadi. Ular yaqinda navrisining to'yini qildi. Bu ularning 10 navrisining cho'ngi edi. Uning qandaqdir bir yerlari bo'g'isini tortgan bo'lsa-mu, bo'g'isdek so'latlik emas edi. Men ularga tikilib qarab o'ltirib, Nuriya bilan Kamolni tunji ko'rgan vaqtlarimni eslashga boshladim. Shundoq qilib bu qitimlik kitob o'qishimiz musharkich bo'ldi. Davomini kelasi qitim o'qiymiz. Xayr, xo'sh, Allohga omonat.